Salom aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, ayni paytda ko'pchiligimizni tashvishga solishi mumkin bo'lgan, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Hozir aytadigan gaplarim sizning pensiyangizga, oilaviy byudjetingizga va umuman kelajagingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu ogohlantirish har bir fuqaro, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon pensiyada bo'lgan har bir shaxs e'tibor qaratishi shart bo'lgan o'ta dolzarb mavzu. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, chunki bugungi suhbatimizda har bir tafsilot muhim ahamiyatga ega. Video oxirigacha ko'ring, chunki unda nafaqat muammoning o'zi, balki uni hal qilish yo'llari va amaliy maslahatlar ham beriladi. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borishga yordam beradi. Muammoning mohiyati avvallar qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, dastavval bu muammo aslida nimada ekanligini chuqur tahlil qilib chiqamiz. Avvallari, ya'ni yaqin o'tmishda mamlakatimizda pensiya tayinlash jarayonida ish stajini hisoblash tizimi nisbatan sodda va ancha liberal edi. Ko'pchilik uchun asosiy hujjat bu mehnat daftarchasi bo'lgan. Agar mehnat daftarchasida tegishli yozuvlar mavjud bo'lsa, xodimning ma'lum bir davrda ishlaganligi va uning ish staji tasdiqlangan hisoblanardi. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari asosan mehnat daftarchasidagi yozuvlarga, shuningdek ish joyidan berilgan ba'zi ma'lumotnomalarga tayanib, fuqaroning umumiy mehnat stajini hisoblashar edi. Bu tizimda asosiy e'tibor mehnat daftarchasining to'g'ri to'ldirilganligiga qaratilar edi. Masalan, ko'plab keksa avlod vakillari xotiralarida saqlanib qolgandek, ba'zi davrlarda, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida yoki kooperativlarda ishlaganlar uchun ish stajini tasdiqlash uchun guvohlarning ko'rsatmalari ham qabul qilinishi mumkin edi. Bu ayniqsa erta bosqichlarda, masalan, kolxozlarda ish stajini aniqlashda juda keng tarqalgan amaliyot edi. Shuningdek, ba'zi bir davrlarda ishsizlik nafaqasi olingan vaqtlar ham yoki ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz hisoblangan davrlar ham pensiya stajiga kiritilishi mumkin edi. Ammo bu kabi holatlar qonunchilikda aniq belgilangan bo'lishi kerak edi. Eng muhimi, ba'zi ish beruvchilar tomonidan ijtimoiy ajratmalar to'lanmagan bo'lsa-da, agar mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, bu davr ko'pincha hisobga olinardi, chunki fuqaroning o'zi bu jarayonni nazorat qila olmasligi tushunilar edi. Ammo aziz do'stlar, bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimida katta islohotlar amalga oshirilmoqda va bu islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bu pensiya hisoblashning shaffofligi va adolatliligini oshirish. Endilikda yangi qonunchilikka ko'ra pensiya stajini hisoblashda asosiy e'tibor faqatgina mehnat daftarchasidagi yozuvlarga emas, balki ijtimoiy sug'urta badallarining amalda to'langanligiga qaratiladi. Ya'ni, agar siz ma'lum bir davrda ishlagan bo'lsangiz va bu haqda mehnat daftarchangizda yozuv bo'lsa-da, lekin ish beruvchingiz o'sha davr uchun tegishli ijtimoiy sug'urta badallarini, ya'ni pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda to'lamagan bo'lsa, o'sha davr pensiya stajingizga hisobga olinmasligi mumkin. Bu yangilikning zamirida juda chuqur mantiq yotadi. Pensiya bu umr bo'yi yig'ilgan jamg'arma. Shuning uchun faqatgina haqiqatan ham hissa qo'shgan davrlar pensiya hisoblashda inobatga olinishi kerak. Biroq bu o'z navbatida ko'plab pensionerlar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar uchun juda katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Chunki afsuski o'tgan davrlarda ba'zi vijdonsiz ish beruvchilar tomonidan yoki hatto tizimdagi nosozliklar tufayli ijtimoiy badallar to'lanmagan holatlar mavjud bo'lgan. Endilikda esa bu holatlarning barcha oqibatlari fuqarolarning o'z zimmasiga tushmoqda. Bu nafaqat pensiya miqdorining kamayishiga, balki ba'zi hollarda umuman pensiya olish huquqini yo'qotishga ham olib kelishi mumkin. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q? Keling bu masalani chuqurroq ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz shart? Kimlar bu yangilikdan jiddiy tashvishga tushishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, har bir fuqaro bilishi kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, hozirda pensiya jamg'armasi har bir fuqaroning shaxsiy hisob varagidagi ma'lumotlarni elektron shaklda to'playdi va qayta ishlaydi. Bu ma'lumotlar ish beruvchilar tomonidan amalga oshirilgan ijtimoiy sug'urta badallari asosida shakllanadi. Shu sababli, agar sizning mehnat faoliyatingiz davrida ish beruvchingiz badallarni to'g'ri to'lagan bo'lsa, sizning
pensiya stajingiz to'liq hisobga olinadi va tashvishlanishingizga hojat yo'q. Bu odatda davlat tashkilotlarida, yirik korxonalarda doimiy ishlagan va o'z vaqtida barcha hujjatlari rasmiylashtirilgan fuqarolarga tegishli. Endi esa kimlar bu yangilikdan jiddiy tashvishga tushishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Vijdonsiz ish beruvchilar qo'lida ishlaganlar. Agar siz o'tmishda yakka tartibdagi tadbirkorlar, kichik firmalar, kooperativlar yoki shaxsiy korxonalarda ishlagan bo'lsangiz va ish beruvchingiz ijtimoiy sug'urta badallarini to'lamagan bo'lsa yoki noto'g'ri to'lagan bo'lsa, siz katta xavf ostidasiz. Misol 1990-yillar. Tasavvur qiling. 1995-2000 yillarda Shahrizoda ismli ayol kichik bir xususiy pishiriq sexi Novvoyxonada sotuvchi bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida bu ish joyi haqida tegishli yozuv bor edi. Ish haqi naqd pulda berilgan. Ish beruvchi esa uning uchun ijtimoiy sug'urta badallarini pensiya jamg'armasiga to'lamagan. Hozirda Shahrizoda xonim pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasi uning 5 yillik stajini hisobga olmaydi, chunki tegishli to'lovlar mavjud emas. Natijada uning umumiy staji kamayib ketadi va pensiya miqdori ham mos ravishda pasayadi. Agar bu davr pensiya tayinlash uchun yetarli stajning kamchiligini keltirib chiqarsa, umuman pensiya olish huquqini ham yo'qotishi mumkin. Misol 2, qishloq xo'jaligi sohasi, qishloq joylarda yashovchi fermer xo'jaliklarida yollanma ishchi sifatida ishlagan ko'plab fuqarolar ham xavf ostida. Ko'pchilik hollarda fermer xo'jaliklari ishchilarga naqd pulda haq to'lab, ular uchun ijtimoiy sug'urta badallarini rasmiy ravishda to'lashmagan. Endilikda bu holat ushbu shaxslarning pensiya stajini jiddiy qisqartirishi mumkin. Masalan, dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi Ahmad aka 10 yil davomida turli fermer xo'jaliklarida ishlagan, ammo uning mehnat daftarchasida faqat bir necha yillik yozuvlar bor. Qolgan davrlarda esa shartnomalar tuzilmagan yoki tuzilgan bo'lsa ham badallar to'lanmagan. Ahmad akaning pensiya staji hisoblanayotganda bu davrlar inobatga olinmaydi. 2. Rasmiyatchilikka rioya etmagan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz va o'z vaqtida ijtimoiy badallarni muntazam ravishda to'lamagan bo'lsangiz, bu davrlar ham stajingizga kirmaydi. Xuddi shunday o'zini o'zi band qilgan shaxslar ham o'z faoliyatini rasmiylashtirib, belgilangan tartibda ijtimoiy soliqni to'lamagan bo'lsa, bu davrlar ham hisobga olinmaydi. Misol 3, yakka tartibdagi tadbirkor. 2005 yildan 2025 yilgacha kichik do'kon ochib, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini yuritgan Dilshod aka. Ba'zi oylarda daromadi kamligi sababli yoki shunchaki e'tiborsizlik qilib, majburiy ijtimoiy badallarni to'lamagan. Endilikda uning 10 yillik tadbirkorlik davrining bir qismi to'lovlar bo'lmagan oylar pensiya jamg'armasi tomonidan stajga qo'shilmaydi. Hujjatlari yo'qolgan yoki to'liq bo'lmagan fuqarolar. Agar sizda mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa yoki u noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa yoki ish joylaridan berilishi kerak bo'lgan ma'lumotnomalar mavjud bo'lmasa, sizning holatingiz ham murakkablashadi. Chunki pensiya jamg'armasi badallar to'langanligini tekshirish uchun ko'pincha qo'shimcha hujjatlarni talab qiladi. 4. Xorijda ishlagan fuqarolar. Xorijda ishlagan va u yerda olingan ish stajini O'zbekistonda hisobga oldirishni istagan fuqarolar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Hozirda xorijiy stajni hisoblash bo'yicha ma'lum tartiblar mavjud, ammo bu jarayon xorijda to'langan ijtimoiy ajratmalarning tasdiqlanishini talab qiladi. Agar tegishli hujjatlar, masalan, xorijiy davlatdagi ijtimoiy sug'urta organlaridan ma'lumotnomalar mavjud bo'lmasa, bu staj hisobga olinmasligi mumkin. Aslida kimlar tashvishlanishi shart emas. Umuman olganda, davlat tashkilotlarida, byudjet muassasalarida, maktab, bog'cha, shifoxona, universitet va hokazo, yirik davlat korxonalarida, shuningdek yirik xususiy korxonalarda, masalan, banklar, yirik ishlab chiqarish zavodlari, mobil aloqa operatorlari kabi doimiy va rasmiy ravishda ishlagan fuqarolar bu borada nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Chunki bu tashkilotlarda ish beruvchi odatda qonunchilikka to'liq rioya etgan holda ijtimoiy sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'liq hajmda to'lab kelgan. Bunday holatlarda sizning stajingiz deyarli to'liq hisobga olinadi va siz kutilgan pensiya miqdorini olishingiz mumkin. Lekin shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, hatto bunday tashkilotlarda ham agar sizning ishingizning ma'lum bir davri, masalan, erta 90 yillarga to'g'ri kelsa va o'sha paytda bu tashkilotda moliyaviy muammolar yuzaga kelgan bo'lsa,
hatto davlat tashkilotlari ham badallarni o'z vaqtida to'lamagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar kamdan kam uchraydi, lekin ularni istisno qilib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining shaxsiy pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini tekshirib ko'rishi maqsadga muvofiqdir. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar bu yangi tizimda har qanday qoida singari o'ziga xos istisnolar, e'tiborga olinishi kerak bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni tushunish pensiya tayinlash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishga yordam beradi. Istisnolar garchi asosiy e'tibor ijtimoiy sug'urta badallarining to'langanligiga qaratilsa-da, qonunchilikda ba'zi davrlar uchun istisnolar mavjud bo'lib, ular badallar to'lanmagan taqdirda ham pensiya stajiga kiritilishi mumkin. Bu istisnolar asosan davlat manfaatlariga yoki ijtimoiy himoyaga oid bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Qirmiy astash harbiy xizmat davri, muddatli harbiy xizmat davri agar u fuqaro chaqiriq asosida o'tagan bo'lsa, ijtimoiy sug'urta badallari to'lanmagan bo'lsa ham pensiya stajiga kiritiladi. Bu davr shunchaki harbiy bilet orqali tasdiqlanadi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslarning ish davri. Agar nogironligi bo'lgan shaxsning ish davrida ma'lum sabablarga ko'ra badallar to'lanmagan bo'lsa, qonunchilikda ular uchun maxsus imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Bu imtiyozlar har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi va tegishli tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMI xulosasi asosida rasmiylashtiriladi. 3. Bolani parvarishlash ta'tilida bo'lish davri. Ayollarning bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan davrlari ma'lum bir muddatgacha, odatda o'tim yilgacha, ayrim holatlarda esa undan ham ko'proq pensiya stajiga kiritiladi. Garchi bu davrda ijtimoiy sug'urta badallari to'lanmasa ham, bu holatda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va ish joyidan tegishli buyruq asosiy hujjat bo'lib xizmat qiladi. 4. Oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri. Ba'zi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ma'lum davrlarda oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qigan davrlar ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin edi. Ayniqsa sobiq ittifoq davrida. Hozirda bu qoidalar biroz o'zgargan bo'lsa-da, ba'zi istisnolar saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Bu borada o'z mamlakatimizdagi amaldagi qonunchilikni aniq o'rganish lozim. 5. Ayrim kasalliklar tufayli mehnatga layoqatsiz bo'lgan davrlar. Qonunda belgilangan ayrim kasalliklar tufayli mehnatga layoqatsiz bo'lgan davrlar agar ular tasdiqlangan bo'lsa, pensiya stajiga hisoblanishi mumkin. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. 1. Hujjatlarning yo'qolishi yoki arxivlarda mavjud emasligi. Ko'plab tashkilotlar, ayniqsa 1990 yillarda yopilgan yoki qayta tashkil etilgan korxonalar hujjatlarini saqlamagan. Agar siz shunday korxonada ishlagan bo'lsangiz va sizning shaxsiy hisobvarag'ingizda ijtimoiy tasdiqlash haqida ma'lumot bo'lmasa, bu davrni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Ba'zi hollarda sud davrini stajga qo'shish mumkin. Ammo buning uchun kamida 2 nafar o'sha davrda siz bilan birga ishlagan guvohni topish va ularning ko'rsatmalarini sudga taqdim etish talab qilinadi. Bu jarayon esa uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Misol, Sanobar opaning 1992-2007 yillardagi staji hisobga olinmayapti. Chunki o'sha paytda u ishlagan kichik kooperativ bankrot bo'lib, hujjatlari yo'qolgan. Sanobar opa o'sha davrdagi 2 hamkasbini topib, ularning sudga guvohlik berishini tashkil qila oldi. Lekin buning uchun u ko'p vaqt va kuch sarfladi. Chunki hamkasblarni topish va ularni sudga borishga ko'ndirish oson kechmadi. 2. Qora buxgalteriya va konvertda ish haqi. Ko'pchilik ishchilar o'tgan davrlarda rasmiy ish haqining bir qismini rasmiy tarzda, qolgan qismini esa norasmiy konvertda olgan. Agar siz shunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, sizning pensiya stajingiz to'liq hisobga olinishi mumkin. Ammo pensiya miqdori faqat rasmiy ish haqidan hisoblangani uchun ancha kam bo'ladi. Bunday holatda sizning o'sha davrda olgan ish haqingiz to'g'risidagi faqat rasmiy ma'lumotnomalar ham pensiya hisobnomalarini aks ettiradi. Pensiya hisobvaragidagi xatolar, pensiya jamg'armasining elektron bazasidagi ma'lumotda texnik xatolar, inson omili tufayli yuzaga kelgan nosozliklar yoki ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi holatlari ham uchrab turadi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining shaxsiy pensiya jamg'armasi hisobvarag'ini muntazam ravishda tekshirib turishi juda muhimdir. Agar xato topilsa, uni o'z vaqtida tuzatish zarur. Misol, Sarvar akaning pensiya hisobvarag'ida 2003-2005 yillardagi stajida to'lovlar mavjud emasligi ko'rsatilgan. Aslida esa Sarvar aka o'sha davrda davlat korxonasida
ishlagan va barcha to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilgan. Tekshiruv natijasida pensiya jamg'armasi xodimi ma'lumotlarini kiritishda xatolikka yo'l qo'ygani aniqlandi. Sarvar aka bu xatoni tuzatish uchun ko'p vaqt sarfladi. Dard, jamoat ishlari va shaxsiy yordamchi xo'jalikda ishlash, ba'zi davrlarda jamoat ishlarida ishlash yoki shaxsiy yordamchi xo'jalikda faoliyat yuritish ham pensiya stajiga kiritilishi mumkin edi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha bu davrlar uchun ham sug'urta badallarining to'langanligi talab etilishi mumkin. Bu boradagi aniq tartib-qoidalar doimiy ravishda yangilanib turadi. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasidan olish muhim. 5. Vaqtinchalik mehnat shartnomalari va fuqarolik huquqiy shartnomalar. Ba'zi fuqarolar vaqtinchalik mehnat shartnomalari yoki fuqarolik huquqiy shartnomalar, pudrat xizmat ko'rsatish va hokazo asosida ishlaganlar. Bunday shartnomalar bo'yicha ishlagan davrlar uchun ham pensiya staji hisoblanishi mumkin. Ammo buning uchun shartnomada ijtimoiy sug'urta badallarining to'lanishi nazarda tutilgan bo'lishi va amalda to'langan bo'lishi shart. Agar shartnomada bu nazarda tutilmagan bo'lsa yoki to'lanmagan bo'lsa, bu davrlar hisobga olinmasligi mumkin. Bu jihatlarni tushunish va ularga e'tibor berish kelajakda pensiya tayinlash jarayonida kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun juda muhimdir. Amaliy maslahat: tomoshabin nima qilishi kerak? Aniqlik kirituvchi ko'rsatmalar aziz do'stlar, endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Bu vaziyatda nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchidan, shaxsiy pensiya hisob varag'ingizni tekshiring. Bu sizning birinchi va eng muhim vazifangiz. Har bir fuqaroning ijtimoiy sug'urta badallari to'g'risidagi ma'lumotlari pensiya jamg'armasining yagona elektron tizimida saqlanadi. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'zingizning hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, so'nggi yillarda qulayliklar yaratish maqsadida davlat xizmatlari markazlari DXM orqali yoki e-pensiya elektron platformasi orqali agar mavjud bo'lsa va ishlashini bilmasangiz, pensiya jamg'armasidan aniqlang, ushbu ma'lumotlarni olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Eng ishonchli yo'l pensiya jamg'armasiga shaxsan borish. Qanday hujjatlar kerak? Pasport va mehnat daftarchangizni o'zingiz bilan olib boring. Nima so'rash kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassisidan ish haqi va ish staji to'g'risidagi ma'lumotnomani so'rang. Bu ma'lumotnoma sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida ish beruvchilar tomonidan to'langan ijtimoiy sug'urta badallari haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Diqqat bilan o'rganing, qaysi davrlar uchun to'lovlar mavjud emasligi yoki qaysi ish joylari umuman ko'rsatilmaganligini aniqlang. Bu ma'lumotnoma sizning pensiya stajingizning haqiqiy rasmini ko'rsatadi. Asterisk 2 mavjud hujjatlarni to'plash va tartibga solish. Agar sizning pensiya hisob varag'ingizda kamchiliklar aniqlansa, siz ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun tegishli hujjatlarni to'plashingiz kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi bu sizning asosiy hujjatlaringizdan biri. Undagi barcha yozuvlar aniq va o'qishli ekanligiga ishonch hosil qiling. Ish joyidan ma'lumotnomalar. Agar sizning ish stajingiz bo'yicha ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida yo'q bo'lsa, siz o'sha davrda ishlagan tashkilotlardan ish haqi va ish staji to'g'risida ma'lumotnomalar olishingiz kerak. Bu ma'lumotnomalarda sizning ishlagan davringiz, lavozimingiz va eng muhimi ijtimoiy sug'urta badallarining to'langanligi haqida ma'lumot bo'lishi shart. Buyruqlar nusxalari, ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozimga tayinlash haqidagi buyruqlari nusxalari ham foydali bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomalari. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari hududiy arxivlarda saqlanishi mumkin. O'sha arxivlarga murojaat qilib tegishli ma'lumotnomalarni oling. Bank ko'chirmalari yoki kvitansiyalar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz va ijtimoiy badallarni o'zingiz to'lagan bo'lsangiz, bank to'lov kvitansiyalarini yoki bank ko'chirmalarini toping. Bu hujjatlar sizning to'lovlarni amalga oshirganingizni isbotlaydi. Asosiy 3 qadam. So'nggi ish joyingiz yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha kerakli hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz pensiya jamg'armasiga yoki agar muammo so'nggi ish joyingizga tegishli bo'lsa, o'sha tashkilotning kadrlar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Asosiy pensiya jamg'armasiga murojaat. Agar sizning shaxsiy hisob varag'ingizdagi ma'lumotlar bilan mehnat daftarchangizdagi yoki siz to'plagan hujjatlardagi ma'lumotlar mos kelmasa,
pensiya jamg'armasi xodimlariga tushuntirish xati bilan murojaat qiling. Unda aniqlangan nomuvofiqliklarni ko'rsating va siz to'plagan hujjatlarni ilova qiling. Ular holatni qayta ko'rib chiqishlari kerak. Asterisk ish beruvchiga murojaat. Agar eski ish beruvchingiz ijtimoiy badallarni to'lamaganligi bilan bog'liq bo'lsa, avvalo o'sha tashkilotga murojaat qiling. Ba'zi hollarda ular xatoni to'g'irlashi va to'lanmagan badallarni qayta hisoblab to'lashi mumkin. Ammo bu juda kamdan kam holat, chunki o'tgan davrlar uchun badallar to'lash ish beruvchiga og'irlik qiladi. Agar tashkilot hali mavjud bo'lsa, ulardan to'lovlar haqida yozma ma'lumotnoma talab qiling. Agar ular to'lashni rad etsalar, qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Ko'p qadam huquqiy maslahat va sudga murojaat. Agar pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringizni qabul qilmasa yoki stajingizni hisobga olishni kerak, siz huquqiy maslahat olishingiz kerak. Yurist yoki advokat, pensiya qonunchiligi bo'yicha ixtisoslashgan yurist yoki advokat bilan maslahatlashing. Ular sizning vaziyatingizni tahlil qilib, qanday qadamlar tashlash kerakligini aniq aytib berishadi. Sudga murojaat. Agar barcha boshqa choralar samarasiz bo'lsa, siz pensiya tayinlash bo'yicha pensiya jamg'armasi qaroriga norozilik bildirib, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Sudda siz o'zingizning haqligingizni isbotlashingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon uchun yuqorida aytib o'tilganidek, guvohlarning ko'rsatmalari, arxiv ma'lumotnomalari va boshqa har qanday tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim ahamiyatga ega. Sud jarayoni uzoq davom etishi mumkinligini inobatga oling. Asterisk bir qadam pensiya yoshiga yetmaganlar uchun ogohlantirish. Agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, lekin yaqin orada yoshtirayotgan bo'lsangiz, hoziroq yuqoridagi kir qadamni bajarishingiz shart. Ya'ni shaxsiy pensiya hisob varag'ingizni tekshiring. Agar kamchiliklar aniqlansa, ularni pensiya yoshiga yetmasdan turib bartaraf etishga harakat qiling. Chunki pensiya chiqqandan keyin bu muammolarni hal qilish ancha qiyin va uzoqroq jarayon bo'lishi mumkin. Sizda hozircha vaqt bor. Undan samarali foydalaning. Asterisk yana bir muhim eslatma. Hozirgi kunda har bir ishchi xodim o'z ish beruvchisi tomonidan ijtimoiy sug'urta badallarining to'lanishini nazorat qilish huquqiga ega. Siz ish beruvchingizdan har oyda siz uchun to'langan badallar haqida ma'lumot berishini so'rashingiz mumkin. Bu kelajakda shunga o'xshash muammolarni oldini olishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar, bugungi videoda muhokama qilgan mavzumizning jiddiyligi va dolzarbligini tushundingiz degan umiddaman. Pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar. Ya'ni pensiya stajini hisoblashda ijtimoiy sug'urta badallarining to'langanligi ustuvor ahamiyat berilishi ko'plab fuqarolarimiz, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun juda yomon yangilik bo'lishi mumkin. Bu albatta ularning pensiya miqdorini kamaytirishi, ba'zi hollarda esa pensiya olish huquqini ham shubha ostiga qo'yishi mumkin. Sizning pensiyangiz, bu sizning butun umr qilgan mehnatingiz natijasi. Bu sizning keksalik gashtini surishingiz uchun moliyaviy kafolatdir. Shuning uchun unga beparvo bo'lmang. Yuqorida berilgan amaliy maslahatlarga quloq soling va hoziroq o'z pensiya hisob varag'ingizni tekshirishni boshlang. Muammolarni oldindan aniqlash va ularni bartaraf etish uchun faol harakat qilish kelajakda sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Shu kabi dolzarb va muhim mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni, bu videoga like bosishni va eng muhimi, bu ma'lumotlarni o'zingizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Ehtimol sizning birgina harakatingiz kimningdir pensiyasini saqlab qolishga yordam berar. Shuningdek, ushbu mavzu bo'yicha sizning shaxsiy fikringizni, boshdan kechirgan tajribalaringizni yoki savollaringizni izohlarda kutib qolaman. Fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qib chiqaman va keyingi videolarimizda e'tiborga olaman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.